Biz davom etamiz hurmatli obunachilar. Qizil seyfimizda 11-turiga start beraman. Diqqat bilan gaplarimni eshitinglar. O'yinimiz faqatgina chatimizda bo'lib o'tadi. Siz kallangizga kelgan tavakkal 5 talik kodni mana shu chatimizga o'tib yozishingiz kerak va sizni yozganingiz mana shu seyfimizning kodini ochib bersa, qarang, birinchilardan bo'lib topgan obunachimizga bu safar 2 million so'm o'rtoqlar. Ikkinchilardan bo'lib topgan obunachimizga 1,5 million so'm va arqamaketin 6 ta yozgan odamga значит 50 ming so'mdan o'tkazib beriladi. Bu safar pul yutuqlarini ko'paytirdim. Obunachilarda sonini ham ko'paytirdim o'rtoqlar. Bu safar albatta ko'proq obunachilarimiz xursand bo'ladi. Так что tezroq mana shu chatimizga o'tinglarda, o'yinimizda qatnashinglar. 10 marta chiroyli o'yin bo'ldi. 11-si bundan ham chiroyli bo'ladi. Chatimizga o'tib qatnashinglar. Mana shu chatimizda Telegram kanalimizda bo'lib o'tyapti. Prosta tushunishlaringiz uchun qizil seyfimizni kodini topganlar chatimizda xuddi shunday e'lon qilinadi. Mana hammasi ko'rsatiladi, lichkalari, pulni o'tkazib berganligimiz, nechinchi o'rin bo'lib topganligi, hammasi mana qancha pul olganligi, qanaqa kartaga olganligi, hammasini ko'rsatib boryapmiz. Так что qatnashga uspet qilib qolinglar qadrdonlar. Men Telegram kanalimda постоянно ma'lumotlarni qizil seyf haqida chiqarib boryapman. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu skrinshotlar, bu 10-turning skrinshotlari. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi va hokazo 9-turgacha bo'lgan. Mana bu 10-turimizning skrinshotlari. Hozirgi kunda 11-turimizdan boshlandi. 11-turga birinchi topgan odamga 2 million, ikkinchi topgan odamga 1,5 million va arqamaketin 6 ta topgan obunachimizga 50 ming so'mdan o'tkazib beriladi. Tez kirib, mana Telegram kanalimga kiringlar. Telegram kanalim orqali mana bu chatimizga kirib qatnashib, mana shunaqa pullarni yutish hammaga nasib qilsin. Qizil seyfimizning kodini topish juda qiyin emas o'rtoqlar. Har doim 5 talik kod qo'yyapmiz. Xolos, hammaga omad, mana bunaqa pullarni yutingizlar.